G'uzning go'shi, o'nning qini. Akran Ilik. Xitoyning Zhejiang o'lkasining Shaoxin, Ningbo, Jushan degan joylarda pasandilar deb atiladigan bir qavm bor. Bu qavmning kelib chiqishi to'g'riliq o'xshamagan variantlari mavjud bo'lib, Xitoy tadqiqotchilarining izdanishi bilan oxiri bularning kimligi aniqlangan. Ya'ni Xitoylar qo'zg'ilib Mo'ng'ullarning Yuan xonadonligini yiqitgandan keyin Mo'ng'ul yaylaqlariga chekinolmay asirga tushgan Mo'ng'ul va rangli ko'zliklar asosan o'ldirilgan. Changjiangning janubiy qismida o'lmay qolgan oz sondagi asirlar bo'lsa qul qilingan. Xitoy Ming xonadonligi o'z xalqini 10 tabaqaga bo'lgan bo'lib, eng tövni divonilar edi. Mo'ng'ul asirlari bo'lsa shu divonilar bilan billa 10 tabaqaga mansub bo'lgan, ya'ni pohishlar 8 tabaqada turardi. Hukumat belgilamalari va yerlik xalq orasidagi shakllangan odat bo'yicha bu Mo'ng'ul qoldiqlarga tövandikcha 10 xil cheklama qo'yilgan. Birinchi, maktabga kirishiga kitob o'qishiga bo'lmaydi. Ikkinchi, amaldor bo'lib mansab tutishiga bo'lmaydi. Uchinchi, savdo setiq va qo'l sanoat bilan shug'ullanishiga bo'lmaydi. To'rtinchi, yer terib dehqonchilik qilishiga bo'lmaydi. Beshinchi, Xitoy fuqarolari bilan to'y qilishiga bo'lmaydi. Oltinchi, yuqori ovozda gap qilishiga bo'lmaydi. Yettinchi, maydasini tik tutib cho'ng qadam tashlab menishiga bo'lmaydi. 8. Bosh qo'shib maslahat qilishiga bo'lmaydi. 9. Kechida shovqin suran silishiga bo'lmaydi. 10. To'plashib o'pcha harakat qilishiga bo'lmaydi. Bu Mo'ng'ul qoldiqlarining kiyinishiga cheklamalar qo'yilgan bo'lib, Xitoy fuqarolari bilan oralashib o'ltiraqlashishiga yo'l qo'yilmagan, balki belgilangan ma'lum mahallalarda to'plashib o'ltiradi. Pasandilik avloddan avlodga maras qoladi. Qadimgi Xitoy jamiyat qurilmasida askar, dehqon, qo'l sanoatchi va savdo setiqchilar 4 xil fuqaro deb atalgan bo'lib, bular hukumatga yoqadigan, quliqi yumshoq xalqlardir. Yalg'iz amaldor va yer egisi boylarda emas. Balki bu 4 xil fuqarolarmi pasandilarni xohlagancha bo'lsa qila oladi. Ularning nazarida pasandilar tug'ilishidala pastkash bo'lib, kishilarga peshkanlik va balo qazo ilib keladi. Shunga ularni ko'rganda tukurish va qarg'ash orqali yomonligining oldini oladi. Pasandilar oddiy Xitoy fuqarolariga qul bo'lib ishlaydi. Dehqon Xitoylarni teriqchi begim, qolganlarni bo'lsa g'ujam deb chaqiradi. Pasandilarning xizmat turigimi cheklamalar qo'yilgan bo'lib, Xitoy fuqarolari yaratmaydigan kasblarni qiladi. Masalan, erlari sozliqda paqa qo'ng'iz tutadi. Taxtiravon va o'lik sanduqi, ya'ni guansay ko'taradi. Chachaladi, cho'shqa so'yadi, tushki tabir beradi, yuzini jindak bo'yab, domboq sunaychilib xalqqa hazil qilib beradi. Ayollari bo'lsa boshqalarning chechini tarab o'rib qo'yadi. Ayollarning yuzidagi tuklarni tozalaydi. Dallollik qiladi. To'y qiladigan qizlarga yangilik qilib, jinsiyatdan saboq beradi. Bu xil tuzum va an'ana davomlashib, taxminan 360 yildan keyin, ya'ni 1720-yillarga kelganda Manju xonadonligining Yongjin xoni yorliq chiqarib, pasandilar tabiqasini qonuniy jihatdan bekor qilgan. Xitoyning Shinxay inqilobidan keyinmi o'xshash tuzumlar e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo xalq orasidagi pasandilar bilan to'y qilmaslik odati 1940-yillardan keyinmi mavjud bo'lgan. Pasandilarning to'plashib o'ltiraqlashishi 1980-yillargacha davom qilgan. Pasandilar o'z ichida avloddan avlodga o'zlarining Mo'ng'ul avlodi ekanligini bayon qilib kelgan. Xitoyning G'arbga sayohat filmida maymun rolini olgan aktyor Liu Xiaolingtong keyin o'zining pasandilarning avlodi ekanligini oshkoralagan.
Xitoy xalqimi bu pasandilarning Mo'ng'ul asirlarining avlodi ekanligini avloddan avlodga hikoya qilib so'zlab kelgan. 1930-1940 yillarida Jejang taraflarida Xitoy bolalari mundaq bir o'yinni o'ynaydi ekan. Ya'ni bir cho'ng kahish ustiga ozroq cho'p saman tashlab, ustiga bir bola yotar ekan. Qolgan bolalar arg'amchi bilan uni so'raydi ekan. Bu o'yinning ismi Mo'ng'ul so'rash bo'lib, ayni yillari Mo'ng'ul jasadlarini so'rab, sazoyi qilg'inining tasviri ekan. Pasandilar to'g'risidagi bu bayonlardan diqqatimni tortqani tuvandikicha necha nuqtalar bo'ldi. Birinchi, Mo'ng'ul hukmronlari og'dirilib, 600 yildan keyin Mo'ng'ul qoldiqlarining chiroy, til, madaniyat, urf-odat jihatdan mutlaq xitoylashib bo'lgan 20 yoki 30 avlodlarning Xitoylar tarafidan qabul qilinmasligi, sistemli holda chetga qiqilib, jamiyatning eng tuvan qatlamida besilib turishi, xorlanishi. İctimai o'rni tuvan bo'lgan Xitoy fuqarolarining o'zidan tuvan o'rindagi pasandilarga salgan zulmlari, hukmron manchular yorliq chiqarib pasandilarni ozod qilgandan keyinmi ezilguchi o'rnidagi Xitoy jamiyatining o'z ichidagi urf-odat va ideya qarash kuchlari orqali bu xil besim va xorlashni davomlashtirishi. Üçüncü, Moğollar yengilib 600 yildan keyinmi Xitoy bolalarining Mo'ng'ul so'rash o'yini o'ynashi. Agar buni rayon xarakterlik hodisa deb qaraydiganlar bo'lsa, ularning samiga Xitoylarning Mo'ng'ulga qarshi isyonni tabriklaydigan mamlakat xarakterlik tavus chog'ini salaman. 4. Pasandilar Jejang rayoniga xos hodisa ekan. Əmsə, qolgan rayondagi Mo'ng'ul əsirləri acaba bulardan yaxshi muomalaga uchirganmi? Buni tadqiq qilgan Xitoy tadqiqotchi mundaq javob bergan. Boshqa rayonlarda qo'lga tushgan Mo'ng'ul asirlarining hammasi pak-pokiz o'ldirilgan. Shunga Jejang tabasidagi Mo'ng'ullarni nisbiy kengchilikka erishgan deb qarashga bo'ladi. Bu javobdan ikki xil xulosaga erishdim. Biri, Xitoylarning shu chaqda dushmaniga umumyuzlik shafqatsiz bo'lgani, ya'ni yeltisidan quritishga tirishqini. Yana biri 21-asrdagi bir Xitoy tadqiqotchisining nazarida bir yot millatni asrlar bo'yi avloddan avlodga qul qilib tutishning bir xil kengchilik, rahimdillik sanaladiganligi. Vatandagi vaqtimda bir qozoq injener yigit bilan tanishib qoldim. Bu yigitning deyishicha, Xitoy armiyasi bularning shirkatidan bir qism asboblarni sotib olgan bo'lib, u shu asboblarni qorashtirish uchun necha Xitoy texnik bilan birga vatandagi ma'lum tog'ning ichida turishliq harbiy qismda bir qancha kun bo'lgan ekan. Ular shu qismning oshxonasida askarlari bilan birga tomoq yetdi. U gazarmada necha ming askar bo'lib, oshxonasi nihoyatda cho'ng ekan. Xitoycha maktabda o'qigan bu yigitning diqqatini tortqani oshxona temiga Xitoyning tashviqotlarida ishlatadigan o'lchamlik qizil xat bilan yozilgan g'o'zlarning go'shini yeb, g'ollarning qinini ichamiz degan misralar ekan. U yigit menga bular texichi bizni yevtish xiyolidan kechmabdi degan edi. O'qirmanlarga texmo aniq tushuncha berish uchun bu misralarning hikoyasini qisqacha so'zlab o'tishni to'g'ri topdim. Bu misralar Xitoyning Janubiy Sung sulolasidagi yovlarga qarshi generali Yuefining og'zidan chiqqan bo'lib, bu asli mundaq bir rivoyatni aks ettirdi ekan. Milodiy 75-yili Xitoy Sharqiy Han sulolasining g'arbiy diyor, ya'ni bizning vatanni ko'rsatdi. Tutuq mahkamasidagi ozg'ina askarlari 10 Tangriqutining 20 ming kishilik qo'shiniga hujumga uchrabdi. Xitoy askarlarining o'lgani o'lib, oxiri necha yuzi sepel ichiga qapsilib qapti. Onlar qo'rshav orqali ularni suv va ochliqdan uzib tashlabdi. Xitoy askarlari suhbatga kelgan Hon vakilini aldab, sepel ichiga akirib o'ldirib, ondan sepel temiga onlarga ko'rsatib turib kavob qilib yapti. O'lganlarning qinini ichibdi. Shunda qilib yurib, oxiri 13 Xitoy askari Jayuguandan o'tib Xitoyga qochib kelyapti. Men tarixchi emasman. Shunga bu rivoyatning qanchalik asosi borligini muloyiz qilmayman. Ammo agar buni rost deb faraz qilsak, u holda mundaq reallikqa yuzlanamiz.
Ya'ni bu ish yuz berib 13 sulala almışıp alahazal 1000 yil o'tgandan keyinki so'ng sulolасida Xitoylar bu tarixni texi unutmagan ham qo'shaq ketib she'r yozib marhiyalagan. Onun keynidan yana 8 sulola almışıp alahazal 800 yil o'tgandan keyinki bugungi kunda bu tarixiy miroslar yana Xitoy armiyasining gazarmalarida turgan. Bu 1800 yil davomida Xitoy zaminida 21 sulala yoki xonadonlik almashdi. 2-3 qitim yovlarga munqaris bo'lib, yo'qilib, qayta tarildi. Tili va urf-odatlari o'zgardi. Islom va xristian qatorliq dinlar bilan G'arbning sanoat inqilobidan keyingi yangi madaniyati bilan uchrashdi. Kapitalizm va kommunizm ideyalarini qabul qildi. 2 qitimliq dunyo urushiga qatnashdi. BDT'deki 5'ning biri bo'ldi. Atom ve internet devriga qadam qo'ydi. Ayga raketa avatdi. Ammo g'uzlarning go'shtini yeb, g'ollarning qinini ichish Armeni hech yo'qolmadi. Agar bu misralar yolg'iz internetga Xitoy choyxonalarida iqib yurgan bo'lsa-da, bir qism shovinistlarning ishi degan bo'lardik. Ammo Beyjingning buyruqsiz miltiqiga bir tal o'q basalmaydigan Xitoy armiyasining kazarmasida bo'lishi hargiz tasodifiylik emas. Buni aniq bilishimiz kerak. Pasandalarning tarixini angladik. O'nning qinini, g'uzning go'shtini, rivoyatini bildik. Endi suolim, Xitoyni qanchalik tushunamiz? Qonliq savoqlarni boshdan kechirgan ajdodlarimiz Xitoydan paxas bo'lish nasihatini tashqi putib qoldiribdi ekan. Shunchalik dono ota-bobamiz bo'lganidan faxrlanaman. Ammo biz shuni asli saqladikmi? Xitoydan rost paxas bo'ldikmi? Yo'q. Shunga paydin-pay bugungi holga keldik. Hozirgidek hayot mamatlik paytdimi kuchlik dushman eg'ir zulm oldida gangirab qolgan ba'zi odamlarimiz Xitoy demokratiyalashgandan keyin yoki ma'lum bir dinga e'tiqod qilgandan keyin bizga rahim shafqat qilib kelishini tasavvur qilmoqda, umid kutmoqda. Chorisizlik hammaga qistaydi. Ammo chorisizlikdan aqlimizni yo'qotsak, hech ish o'ngshalmaydi. Aksiya ziyon ustiga ziyon bo'ldi. Xatar haslab oshidi. Xolos. Ba'zilar bir millatni bir tayoqda haydasak bo'lmaydi deyishi mumkin. Qo'shlaman, bu siyosiy ong nuqtasidan shunda qarash kerak. Ammo bu zaman ham makon cheklimisiga uchraydi. Bizning maslimizga g'arb yoki boshqa yerning mutaxassislari shundoq baho bersa bo'ldi. Chunki ular biz ko'rgan zulmni bevosita ko'rmadi. Biz yegan tayoqni yeb boqmadi. Ular tushunadigan Xitoy nazariyasi statistika jadvalidagi Xitoy. Agar qiyosiy yoki hukmi to'g'ri chiqmasa, mo'risini qisib qo'ydi, tugaydi. Chunki bu ularning jonijon manfaatiga taqashmaydi. Tutunning ochig'ini mo'r bildi deydigan gap bor. Xitoy bilan birga yashashning, to'g'risi Xitoy topini ostida yashashning qanday bo'ladiganligini o'zimiz bilamiz. Bizga xatolashishga fursat yo'q. Chunki bu bizning hayot mamotimizga taqishidi. Meningmi Xitoyni mikro holatda baholab, qaysi yaxshi, qaysi nachar deb ayirib ilmiy baho bergim bor. Ammo bu bizga mos kelmaydi. Hech bo'lmasa hozir mos kelmaydi. Xuddi biri ustimizga menebilib kelimizni bo'g'ib o'ltirsa, ostida yetib beshimizni qoshlag'ach, bumi mutlaq eski emas, mushning yaxshi taraflari bor deb o'ylagandek bir ish bo'ladi. Avval o'rnimizdan turib olaylik. Bizga mingan u odamni ittirib etib, bexatar orliq hosil qilaylik. Shu chaqda ondan uni ilmiy baholasak ulgurimiz. Xitoyning hammasi o'xshash emas, cho'ng shaharlardagilar madaniyat ko'rganlarning qallisi ichilyotdi deydiganlarga yana shu Jejangni misol qilaman. Jejang, Shanxay qatorliq joylar Apyun urushidan tortib, G'arbning ilg'or madaniyati bilan eng avval uchrashgan Xitoy rayonlaridir. Jejangning azaldan adiblar yurti degan nomi bor. Lushun, Maodun, Ayching qatorliq nurg'un donglik adiblari, Chujing qatorliq inqilobchilar, Zhang Jieshi, Zhu Enlai qatorliq siyosiyonlar chiqqan yurt. Xitoyning 2 nafar akademiyasidan 1000 dan ortiq akademikning
4'ten biri Jejanlıqdır. Ular yana sodağı mahirligi ve jahon kezarligi bilan mashhurdir. Ya'ni ular umumiy sapa jihatdan Xitoylarning oldida turadi. Agar Xitoyning mushunchalik ilg'or odamlari o'zlariga taslim bo'lib, assimilyatsiyalashgan yot millatni hukumatning yordami bilan va yordamsiz 6 asr qo'l qilgan bo'lsa, o'tiri tuzlanlikdagi va seriq to'piliq egizlikdagi tarixdan beri qo'rsiqqa to'ymagan, kiyimi putmagan Xitoylardan nimani kutish mumkin? Yana ba'zilar Xitoylar xristian diniga e'tiqod qilishga boshladi. Pat yaqinda Xitoy eng cho'ng xristian davlatiga aylanadi. Dinga ishongandan keyin rahim shafqat qildi deb o'ylamoqda. Xristian Xitoylar bilan hamkorlashishni chiqish yo'lida tashviq qilmoqda. Avval so'raydiganim, nima uchun bu yerda xristian dinini o'lcham qilsizlar? Xitoy burundan buddizmga ishongan. Buddizmmi xuddi xristian islom dinlariga o'xshashla tinchlikparvarlikni, boshqalarga yaxshilik qilishni tashviq qilib kelgan bir din. Buddist rahiblarning ushshoq jonivorlarga muozara bermasligi, hayvonlarni o'ldirmasligi uchun go'sht yemasligi buning isboti. Ammo shuning uchun Xitoylar rahimdil bo'lib baxtimi? Bo'lmagan bo'lsa, nimishqa bugungi kunda umidni xristian diniga, xristian Xitoylarga bog'lab qolsizlar? Diniy e'tiqod bu yerda hal qilg'uch omil emas. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, din dishimiz Majungying bizni vahshiylarcha qirmagan bo'ladi. Bu yerdagi hal qilg'uch omil manfaat va shu odamlarning fikr yurgizib qaror elishiga turtki bo'layotgan madaniyat. Sun Zhongshan, Zhang Jieshi, Zhu Enlai qatorliqlar xristian murti edi. Ulardan nima ko'rdik? Xristian murti Hong Shuchuan Taiping qo'zg'aloni orqali xristian hokimiyatini qurmoqchi bo'lgandi. Natijada insonlar tarixdagi eng qonli qirg'inchilikni paydo qildi. Yana ba'zilar g'arbda o'qigan, balki yashagan Xitoylarning ideyasi ilg'orlashsa, bizga kang qursoq bo'larmikin degan umidda. Sun Zhongshan Amerikada o'qigan va cho'ng bo'lgan. Zhang Jieshi va Shen Shisai Yaponiyada o'qigan. Zhu Enlai, Deng Xiaoping, Liu Shaoqi qatorliqlar Fransiyada o'qigan. Hozirgi o'quvchilarning nurg'uni chet tillarda o'qib bilim oshirgan. Ulardan nimalarni ko'rdik va ko'ryapmiz. Yaqinda yuz bergan chet tillardagi Xitoy o'quvchilarining Uyg'ur va Tibet faoliyatchilariga haqorat, hatto tahdid qilishlarini ko'rdik. Shu o'quvchilar mingning ichidan tanlanib chiqqan Xitoy sarxillaridir. Yuqorida ko'rsatgan misollarga asoslanganda, bular nima uchun o'zgarmadi? Nima uchun go'zal va yaxshi narsalarni qabul qilmadi degan savol tug'iladi. Bu yerdagi masala xristian dini yoki g'arbning muorifi emas, balki Xitoyning necha ming yillik madaniyatida. Mayli bu Xitoylar keyin qaysi din bilan uchrashsin yoki qaysi maktabda o'qisin, ularning bolaligi va yoshligi quyuq Xitoy madaniyati ichida o'tgan. Ya'ni chog'inda qog'oz pul ko'ydirib, po'jangzi etib, jin shayatonlarni qo'g'lagan. Hayvonlarni eng vahshiy usulda o'ldirishni bo'lsa, go'shtni yengi va quvvatlik yeyishning yaxshi usuli deb o'rgangan. Boshqa millatlar pastlik, nomardlik deb qaraydigan ilm fikrlarni 36 tadbir deb yodlagan. Haqda emas kuchlik tarafda turishni, hukmronlarga sat ko'ringanlarni chiqib turib berishni oila va maktab tarbiyalari orqali qolisiga qo'yib o'tgan. Tarixiy kitoblarda Xitoyni markaziy davlat, boshqalarni yavoyi deb o'qigan. O'zlarini munqariz qilgan Mong'ol, Manju imperiyalarini Xitoy xonadonligi deb o'rgangan. Shunga tabiiy holda Turkiston, Tibet tuproqlarini o'z zimini deb bilgan. O'nning qinini ichib, g'ozning go'shtini yeyishni mardlik va vatanparvarlik deb tushungan. Va hokazolar. Buning hammasi bu millatda burmalangan, o'zgacha bir xil dunyo qarashi shakllantirgan. Kunzi ideyasidagi huquqqa, tabiiy bo'ysunish prinsipi bularni zulmga ko'z yumishqa, chidashqa yetaklagan. Ammo bularmi inson bo'lganligi uchun bu zulmlar yig'ilib, ichida g'azab va o'chmanlikka aylanadi. Lekin Kunzi bularning g'azabini hukmronlarga, o'zidan kuchlilarga chiqarishga yo'l qo'ymagan. Amisa qanday qilish kerak?
o'zidan ojizlarga chiqarish, ularni bo'zak qilish orqali ro'yi tangponliq tepish kerak. Hammadan qo'rqadigan, ammo o'zidanmi bechora Kungyijini ko'rsa, ko'tiga tepib oladigan AQ obrazi sababsiz yaratilmagan. Shunga kompartiyani tillaydigan Xitoylarning bizni bostirish payti kelganda hech shapsizlar o'z hukumati bilan bir safda turilishining sababi shu. Amaliyotda madaniyatning tafakkuri va qarorga ta'sir qilishi barliq millatda mavjud hodisadir. O'xshash siyosiy tuzum yurgizsimi, o'xshamagan millatlar o'xshamagan natijaga erishadi. Buningga millatning asosiy gavdasining tafakkuri va harakatiga ta'sir qiladigan madaniyat omili mavjuddir. Buning bir misoli sifatida o'xshash Yevropa allari bo'lgan ingliz, ispan va fransuzlarning o'z mustamlikasidagi millatlarga tutgan pozitsiyasidagi farqni ko'rsataymiz. Bu masalani kasb ahli bo'lgan jamiyatshunos va psixologlarning muzokara qilishiga qoldirgan texmo to'g'rida his qildim. Xitoy zulmi oshgandan keyin, bo'libmi lager masalasi chiqqandan keyin nervimiz parvardoshlik berolmay qoldi. Nurg'un odamlar bundaq rezillikni faqat Xitoy kompartiyasi qila oladi degan yakuni chiqarishga boshladi. Ammo tarixga qaraydigan bo'lsak, bundaq vahshiyliklarning, o'xshash zulm siyosatlarining Xitoyning har qaysi tarixiy bosqichlarda mavjud bo'lib kelganligini, bu jihatda ularning mo'l tajribaga ega ekanligini ko'ra olamiz. Shuni aytishga bo'ladiki, bizga yurgizayotgan jazo lagerlari o'z ichiga olgan bir qator inson qalbidan chiqqan vahshiy siyosatlari qandaqdir bir yangilik yaratish bo'lmasdan, balki tarixiy xotirlarni oqtirib tepib chiqqan koni andizlardir. Deydiganim yana shu. Necha ming yildan beri bularning kiyimi o'zgardi, til yeziqi o'zgardi, zaminining kuchli cho'ng kichikligi o'zgardi, siyosiy tuzumi va formalari o'zgardi. Ammo boshqalarni yavoyi ko'rib kamsitadigan, payti kelsa o'zidan ojizlarni yeb yo'qotadigan xuyi o'zgarmadi. Shunga marksizm, leninizm ideyasini qo'ral qilgan bir hokimiyatning armiya gazarmasida 1800 yil ilgirki yavoyilikni madhiyalaydigan misollarning mavjud bo'lishi sababsiz emas. Yana mayli zamon qanday o'zgarsin, qanchalik yangi hunar bilim egallasin, ojizlarni bo'zak qilish, boshqalarni yeyish, bularni o'zgarmas yetakchi nishoni bo'lib kelgan. Xitoy demokratlari bilan, Xitoy xristianlari bilan, qisqasi hamkorlashqura kuchning hammasi bilan hamkorlashib, Xitoy kompartiyasiga qarshi turish yaqindan beri bosh ko'tarib chiqayotgan shuarlarning biri. Buni deguvchilar doim mono sabablarni ko'rsatadi. Ojiz tursak, ular kuchli tursa, foydalanish kerak. Hozir ha deb turib keyin o'zimiz bilganini qilamizda. Kompartiyani nishon qilsak, g'arbning qo'lishiga erishimiz. Va hakazalar. Anglamoqqa yo'lluqdek turdi. Demisimi foydalangudek kuchdan foydalangan yaxshi, ammo foydalandin deb prinsipdan ketish kerakmi? Avval Xitoy kompartiyasiga qarshi turish masalasiga kirayli. Bu shuar balkim qisqa vaqt ichida ma'lum unumga erishgandek ko'rinishi mumkin. Ammo Xitoy bilan bo'lgan ko'rishimiz 5-4 kunda hal bo'lmaydi. Manju va Mongol imperiyasini Xitoyning bir xonadonligi deb xato tushungan dunyo ahli bizni texmi bilmaydi. Dunyodan xufiyani yurgizmoqchi bo'lgan jazo lagerlarini o'z tirishchiliklarimiz bilan dunyo taratqullaridagi qiziq temaga aylantirganimiz buning jalliq misoli. Shunga bizning da'vo xarakterimizni dunyoga qanday tunishtirsak, ular oxiri shunda qabul qiladi. Nima tersang shuni olasan degan gap bor. Agar da'voyimizni Xitoyning tajovuziga emas, balki ma'lum bir partiyasining zulmiga qarshi qilib tasvirlasak, dunyo xalqi shunday deb qabul qiladi. Xitoyning ichki ishgan partiya almashsa, yaxshiroq biri chiqsa bu Uyg'urlarmi yig'ilmaydi ekan deb biladi. Shunga meni urmislar bu uyni tutib ketdim. Talaffuzdagi chorsiz xotinning davosini tashlab, yo'q, Xitoy menga tajovuz qildi, dunyoni bo'lsa aldab keldi, endi bular bilan birga yashash mumkin emas, deydigan jur'atga kelishimiz kerak. Shundala sirtqi dunyo masalasining mohiyatini tunyalaymiz. Qozi jidalga aralasha oladi. Tibetlarning besib o'tgan yo'li bizga ochiq savoq bo'lg'isi. Endi demokratik
yoki xristian Xitoy tashkilotlariga kelayli. Rostalla biz bek ojiz, ular shuncha kuchlikmi? Dunyo miqyosida atalmış Xitoy demokratik tashkilotlaridan 50 nechisi mavjud. Iqtisod, nom shuhrat chidili bilan o'zaro itmish holatida. Necha million Xitoy nufusi bor Amerikada namoyish qilsa 30 odam yig'ilmaydi. 30-40 yillik tarixga ega Xitoy demokratik tashkilotlari va rahbarlari paydo bo'lg'ili 2 yil bo'lgan qo'ymichi tijoratchi Gowen Guyning tatliq so'z va g'ayvat shikoyatlariga oldinib yoki tang kelolmay maymun o'yini o'ynag'ili turdi. Go'ning dipiga usulga tushgan Uyg'ur o'qimishliklari oz emas. Mushu nuqtalarla ularning qanchalik chechilang'uligini, ommaviy asosining qanchalik ojizligini isbotlab turibdi. Hammadan muhimi, asrlardan beri bizni yavoyi dushman ko'rib kelgan bu Xitoylar nimishqa hamkorlikqa bizni izlab qoldi. Sodada bir prinsip bor. Salgan mablag'dan keladigan foyda cho'ng bo'lganda, ondan yaxshi soda bo'ladi. Bu Xitoylar shuni hisoblab bo'lib ondan bizga keldi. Demak, biz o'zimiz o'ylagandek unchum ojiz emas. Hech bo'lmaganda mushu bosqichda bu Xitoylar oldida cho'ng qimmatimiz bor. O'z qimmatimizni to'g'ri tunyolaganda, ondan to'g'ri baho qo'ya olamiz. Kam bo'la deydi qashqarliqlar. Shu ruhimizni chiqarayli. Ozroq manfaat, biror nutuq sahnasi, dangdor siyoson bilan rasmga tushish, ko'rishish fursati uchun prinsipdan kechib o'tmayli. Davlatimizning nomini ularning belgilab bergani bo'yicha atmayli. Mustaqillik orzuyimizni tamtirab ichimizga yutib o'tmayli. Davoyimiz uningdan ko'p qimmatga yaraydi. Buni unutmayli. İngilizce so'zlab qo'lida Injil yoki g'arb maktablarining diplomini tutib turgan Xitoylarning kichikidan o'nning qinini ichib g'ozning go'shtini yeymiz deb she'rlar yodlab cho'ng bo'lganini unutmayli. Onlar ketdi, yo'qoldi, ammo g'oz avlodi tex bor. O'zimizning Xitoylar yemakchi bo'lgan shu g'oz avlodi ekanligini texmi unutmayli. 2019 yil 10 aprel